Bak nima sharmandachilik bu? Nima ahvol bu? O'la. O'zbekistonga kelib bitarib ketyapti. Chiqaq. Yo, nima bor bunda sharmanda qilib? Normalniy odamni qo'ysa o'lami bular, ey? Shuni men voy chort 12 gacha kutibman buni. O'la itni urganda. Voy chort. Yaqin seytdi. Voy chort, meni qo'ymaydim. Hech bo'lmasa bir raundga bo'lsa ham to'liq chidab berardim. O'la. Erkabulanga malades. Yutib qo'ydi Erkabulan. Xolamini chiqarib ol. Yo, men qaranglar-da, akalar. Alam qilyapti-da. O'zbekistonda bo'lyapti. Normalniy bayis yo'qmi? Ashini qo'y, dastoyniy bo'y ko'raylik. Yutkizsa ham, dastoyniy yutkizsin. 10 sekundda nokaut bo'lyapti. Itti ustidan kulganda kuladi endi mana bu. Biznikilar popullar qolib ketaveradi endi. Sharmanda. Shuni men 4 soat kutdimmi? Voy chort. O'zi u bola madhani ham ayta olmadi, mandaraj bo'lganidan ruhiyati tushib ketuvdi. 10 sekund ham turib bermadi. Baba lekin malades bu yutdi dastoyniy. Mujik. Voy qorami, yomon bo'ldi. Bunaqa nerv buzilyapti. Qanday bu 9 ta bo'y yutgan bu ahvoli bilan akalar? Xullas Erkabulan omadini bersin. Ko'ra olmasligi yo'q. Marazlik qilmaymiz. Lekin boshqa bayis yo'qmi O'zbekistonda? Boshqa dastoyniy bayis yo'qmi-da? Sharmanda bo'ldi xullas, sharmanda.